Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migratsiya ro'yxatga olishning yangi qoidalari. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 2025-yil 5-fevraldan boshlab Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligining 2024-yil 22-oktyabr sanasida e'lon qilingan 628-sonli buyrug'i kuchga kiradi. Ushbu buyruqqa ko'ra registratsiya ko'rinishi, arizalar shakli o'zgaradi. Qolaversa, migratsiya qaydidan o'tish muddati barcha muhojirlar uchun 1 yildan oshmaydi. Chet el fuqarolarini migratsiya qaydidan o'tkazish to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar kiritishni nazarda tutuvchi ushbu buyruqqa asosan xorij fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning vaqtinchalik yashash joyida migratsiya qaydidan o'tkazish blanki, chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni yashash joyida ro'yxatdan o'tkazish yoki chiqarib yuborish to'g'risidagi uy egasi beradigan arizalar, registratsiya va boshqa hujjatlarda xatoliklarni tuzatish uchun ariza shakli yangilanadi. Registratsiyaning yangi ko'rinishida muhojirlarning Rossiyada qolishi asos bo'luvchi hujjatining ma'lumotlari ko'rsatilishi hamda bolalarning registratsiyasida esa ota-onasi haqida ma'lumotlar bo'ladi. Bundan tashqari, migratsiya qaydi beriladigan muddatga ham o'zgartirish kiritilgan. Endi qanday asos mavjudligiga qaramay, 5-fevraldan boshlab registratsiya 1 yildan oshmagan muddatga beriladi. Chet el fuqarolari registratsiyani Gosuslugi portali yagona identifikatsiya tizimi orqali yuborishlari mumkin. Buyruqda ushbu o'zgarishlar migratsiya qaydidan o'tish jarayoni soddalashtirish va Ichki ishlar vazirligining migratsiya markazlari kabi vakolatli tashkilotlari bilan ma'lumotlar almashish tartibini rivojlantirishga qaratilgan. Rossiyada maqsadli patent joriy etish taklif etilmoqda. Kecha qurilishda ishlaganlar bugun kuryer bo'lmasligi lozim. Qurilish sohasida ishlayotgan migrantlarga taksi haydovchisi yoki kuryer bo'lib ishlashga ruxsat berilmaydi. Rossiya hukumati 2025-yilda migratsiya siyosatini qat'iylashtirishni va chet elliklar uchun maqsadli mehnat patentlarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Bu shuni anglatadiki, agar mehnat muhojirlar muayyan sohada ishlashga ruxsat olsa, u boshqa sohada ishlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Masalan, yo'lovchilar tashish yoki yetkazib berish sohasida faoliyat yuritishi mumkin emas. Biz migratsiya siyosatini qat'iylashtirishni davom ettiramiz. Unda yanada dinamik va qat'iy yondashuv kerak bo'ladi. Avvalo maqsadli patent joriy etishni taklif etyapmiz. Masalan, payvandchi uchun patentda tegishli lavozim ko'rsatiladi va u faqat payvandchi bo'lib ishlaydi. Bu nazorat qilinadigan migratsiya hisoblanadi. Ayrim hududlar migrantlarga turli sohalarda ishlashni taqiqlashni boshladi. Bu to'g'ri, taqiqlanadigan sohalar sonini ko'paytirish kerak. Kecha qurilishda ishlaganlar bugun kuryer bo'lib ishlayotgan holatlar bo'lmasligi lozim, dedi deputat Yaroslav Nilov. Shuningdek, haydovchi bo'lib ishlash uchun kelgan muhojirlar uchun ham cheklovlar joriy etiladi. Migrantlar taksi haydovchisi bo'lib ishlash uchun GIBDD imtihonni topshirishga majbur bo'ladi. Davlat dumasiga yo'lovchi tashish sohasida ishlashni xohlagan chet elliklardan nafaqat nazariy, balki amaliyot imtihonni ham topshirishni talab qiladigan qonun loyihasi kiritildi. Bundan oldin Rossiyada qoidalarni buzgan chet elliklar uchun haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish taklif qilingandi. Deputatlar chet elliklar haydovchilar uchun jazoni kuchaytirishni va qoidabuzarlik holatlarida ularning haydovchilik guvohnomalarini amalsiz deb tan olishni taklif etishgan. Yaqin kunlarda yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar Davlat dumasida ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, Rossiya haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan migrantlar uchun karsheringda foydalanish taqiqlanadi. Rossiyada haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan muhojirlar karshering yoki taksi boshqarishga haqli emas. Bu haqda Davlat dumasining Mehnat, ijtimoiy siyosat va faxriylar ishlari bo'yicha qo'mitasi raisi Yaroslav Nilov ma'lum qildi. U allaqachon tegishli so'rovlarni Ichki ishlar vazirligi va Transport vazirligiga yo'llagan.